Merhabalar, sizi bugün güzel bir tatlı tarifini buldum. Şimdi birlikte tatlını yapacağız. İşxonamizda hammaga birdek yoqdi. Erigan 125 gram sariyog', 2 ta tuxum va 100 gram shakar, 4-5 osh qoshiq yog'. Hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. 1 choy qoshiq razriqli til solmasanglar ham bo'ladi. Ozginadan 300-400 gramcha un solib, yumshoqqina xamir qilib olamiz. Xamirimizni ustini yopib, 5-10 minutga tindirib olamiz. Tingan xamirimizni olxo'ri shakliga keltirib, manni krupaga belab olamiz. Manni krupaga belashdan maqsad, sizlar agar manni krupaga belamasanglar, ochilib ketib qolishi mumkin. Xohishingizga ko'ra bezatib, 180 gradusda 25 minutga duxovkaga yuboramiz. Yog'im uchun 500 ml suv, 200-300 gram shakar, limon suvini siqib qaynatib olamiz. Tayyor bo'lgan pechenkalarimizni ustidan qiyomni qo'yib, fistashkalarni sepib, uydilarimizga tortamiz. Yoqimli ishtaha. Çok güzel. Afiyet olsun.